Mana ustani haqiqiy ustasi mana, akalar. Nima ko'ryapsiz? Ko'pchilik akalarimiz bu yigitlarga telefon qilib, juda maydalab olyapti degan taklif tushgan ekan. Hozir mana setka qo'yilganda mana shu holatda mayda bo'libdi. Endi setkasiz hech narsa qo'ymagan holatda chiqardik. Sal ko'taringmi? Mana bundaqa sal o'tli holatda bo'ladi. Endi kimgadir yoqanlardan kimdir atirguz saydosi deydi. Men bunday qilib beraman desangiz, bitta setkasini olib tashlaysiz. Yo'q, buzoqchalarga mos bo'lib mayda holatda bo'lsin. Samonga aralashtirib beraman desangiz, bunisi ikkala tarafiga ham chiqarolar. O'zini holatda chiqarsa ham, hali qo'lda urgan o'tdan mayda holatda chiqarar ekan. Bo'ldi, ketdi, samonni bosdik. Akalar, layklar bostiramiz. Narx-navoni video davomida yana bir eslatib o'tamiz. Buni tortishga maydadagi chechani bo'ladimi? Qancha endi mana? 4 santim, 3 santim shunaqa holatda maydalashyapti. Mana eng katta setkasida. Eng katta setkasida buzuchi. Agar bundan ham maydaroq zakaz qilsangiz, setkani bundan ham mayda beradi. Shu qo'yingiz nafas olsa ko'taradi. Mana qo'yib olib qolgan. Ha, endi bizda buni YouTube'i bor. Mana bu yerda o'zi tortib ketadigan. Xuddi haligi peravolda tushdiganda aylanib qo'yadi. Xuddi shu narsani bular ixtiro qilib chiqdi. Endi o'zlari topdimi yoki boshqa sheriklari topib o'g'irlab oldi. O, rasm urdi aka.